Mark. Mark. U ishlayapti. Mark. U ishlayapti. Endi chalg'ishing mumkinmi? Soqchilarni chaqiring. Sen 24 million dona yangi aksiyani chiqarding. Axir yangi investorlar haqida aytganding-ku. Xo'sh, meni ulushim qancha qoldi? Xuddi meni Facebookga aloqam yo'qday. Sen rostdan Facebookga aloqador emassan. Meni ismim asoschilar ro'yxatida. Qayta tekshirib ko'rchi. Hisobni muzlatib qo'yganim uchunmi? Nima ahmoqona kiyimda yurib kompaniyani boshqarishiga yo'l qo'yamiz deb o'yladingmi? Kechir. Yaxshi kiyimlar tozalashda edi. O'sha necha yillik ishim hamda shipaklar ham. Jin ursin seni. Soqchilar uni kuzatib qo'ying. Bunga imzo chekmayman. Imzoingga ega bo'lamiz. Meni Phoenixga olishgan uchunmi? Sen, bariga sen sababchisan. Sen tovuq haqida mashmashani boshlading. Yo'q, men boshlamaganman. Nima demoqchi u? Shafqatsizlikda ayblayapsan. Nimalar deyapti? Uni ustiga meni Facebook asoschilari qatoriga qo'shganiga chiday olmagansan. Axir bu rost. Advokatlarni tayyorla. Chunki endi sendan 30% emas, butun kompaniyani olib qo'yaman. Hali ko'rasan.